yoqdan büyüt barib vызов qilib manga mingdek video jo'natishdi. O'shaning arasidan mana bratan erkek krasavchik. Oy. Стоп, время. Bizda hozir tashqariga chiqib video qilayotganimiz sababi ringda politsiya chaqiraman deb baqir-chaqir qildi. Tailand o'zining qonun qoidalari bor. Shuning uchun bu yoqda video qilyapmiz. Bu chanoq ko'cha urushi emas, bu sportivnida. Sparring qildik ukamiz bilan. Sababi o'sha kungi videosidan keyin butun o'zbeklar qirg'izlarga nisbatan noto'g'ri tushunib bir-birini so'kish boshladi. O'zbeklarning ichidan duxu yetgani degan joyi bor, to'g'ri, lekin bu ukamiz bizga tushuntirdi. Butun o'zbek xalqiga emas, bitta sportchilar haqida gap ketdi dedi. Keyin men aytdim, shunday ham telefonda keling, chista duh degan joyingizga kuchim yetmasligi mumkin, texnikam yetmasligi mumkin. Men MMAchi emasman. Bitta boks tushib ko'ramiz ham, bir og'iz gapimga bo'ldiki, bilet jo'natasiz, hamma ishimni tashlab boraman, podgotovkadaman dedi. 1,5 oydan keyin janglar bor ekan. Janglarda omad tilaymiz. Mana bitta sparring qildik. İçimizdagini chiqarib oldik. Men o'zim mush urib, mush yeb tushunib oldim. Bu ukamizda biz o'zbeklarga bo'lgan nisbatan nafrat yoki bir negativ yo'q. Shuning uchun hurmatli do'stlar, eslatib bo'lsin, ikkita millatni urush qilib qo'yish oson, lekin ikkita millatni aka-uka qilib qo'yish juda qiyin. Sportning interes shunaqa bo'ladi. Jangdan keyin ham, sparringdan keyin ham ikkita erkak 5 tashlaydi, chunki ikkita erkak ikkita mamlakatda o'g'loni. Hech kim bir-biridan qo'rqmaydi, hech kim bir-biriga paxta qo'ymaydi. Mana 4 million, 5 million odamim bor deb men hech gapirganim yo'q. Bu ukamman bayesman deb hech gapirganim. Keling aka, 9 yetgan bo'lsa dedi, men ham chiqdim. Qo'ldan kelgancha harakat qildik. Shuning uchun qirg'izlar, o'zbeklar biz bitta xalqmiz. Assalomu alaykum qirg'iz elim. Assalomu alaykum O'zbekiston. Assalomu alaykum. Biz haqiqiy videodan keyin bizga O'zbekiston tutganlar ko'p hech yozib ketishdi. Men o'zim sferamda imomada yurgan uchun imom aspiratsiyasındagi bolalarga qayrilganimda o'sha yoqdan büyüt barib vızov qilib manga mingdek video jo'natishdi. O'shaning arasidan mana bratan erkek krasavchik жалгыз братан атайын Кыргызстандан билет алып берди, бияка кел, братский спарринг кылалы деп братан менен сүйлөштүк, жакшы братан экен. Qirg'izlar haqida meni мнением doim zo'r bo'lgan. Qirg'izlar meni qardoshim. Bizni o'zimizda, qishlog'imizda Qirg'iz mahalla degan mahalla bo'lardi. Bozorvoy Qirg'iz degan bir tanishimiz bo'lardi. Dadamning oshnasi edi, juda yaxshi odam edi. O'shanda ko'rganman, Qirg'izlarning ayollari bitta qo'yni shunda so'yib, darrov nimtalab anaqa qilaveradi. O'zbeklarda bizni o'zimizda, masalan, qishloqda yoshligimdan bilaman, ayollarni qanaqadir jonliq so'yishi tasavvur qilib bo'lmaydigan narsa edi-da. O'sha dadamning oshnasi Bozorvoy Qirg'iz amakini uyiga borganimizda men kirganimda tasavvur qilaman, necha yosh bo'lishim mumkin. Bo'lsam shu 5-6 yosh bo'lsam kerak. Bir qirg'iz xola, o'sha Bozorvoy amakini ayoli hovlida ekan, xuddi pichoq. Hayron bo'lganman. Qarab turibman. Shunda bordi, bitta qo'yi shunda oyog'idan qildi, 3 ta oyog'ini taqillatib boyladi. Bismillah, Allohu akbar deb shaq tortib yordi-yu. Yarim soatga qolmasdan terisini shilib, go'shini go'shga, yog'ini yoqqa ajratib qo'ydi. Qirg'izlarning ayollari ham zabardast bo'ladi. Mana shu go'shtdan katta bo'lgan, qimiz ichib katta bo'lgan, ot minib, otni egarsiz minishardi. Otni egarsiz minardi. Qirg'izlar oti chavandoz xalq. Qirg'izlar shunaqangi chapdas xalq. Men eskidan ular haqida to'g'ri yaxshi gaplarni gapirganman. Qirg'izistonga borishim to'g'risida xabar chiqqanda, o'sha ba'zi tushunchadagi odamlar men haqimda qirg'izlarni yomon ko'radi deb propaganda uyushtirishdi. O'sha Qirg'izistondagi yangi siyosat haqida bo'lgan hodisalarda ba'zi gaplarni gapirganim, mana qirg'izlarni yomonlayapti deb tarqatishdi. Men hayotimda millatni yomonlamayman. Men xoyinlarni yomonlayman. Xoyinning millati bo'lmaydi. Qirg'izman deb, o'zbekman deb, arabman deb
xoin bo'lsa, bu arabga ham, qirg'izga ham, o'zbekka ham tegishli emas bu. Bu zanim bu Qur'onning tili bilan aytganda. Xoin har joyda xoin. Har mahallada bo'lsa, u mahallaga aloqasi yo'q uni, xoin u. Va Qirg'izistondagi safarimizni obzor qilib keldim. To borib kelguncha ko'rdinglar. Bizni o'sha ichki ishlardan o'sha oblast nachalnigi o'zi kutib oldi. Sapravajdeniyni bilan olib yurishdi bizni. Abdulloh domlarning masjidlariga ham bordik. Kelib masjidga olib kirib, o'sha joyda ham anaqa qilishdi. Doim qarab yurishdi. Juda anaqa bo'ldi. Yana qiziqligi, oblast nachalnik militsiyasi kelib menga qoraka deydi, qirg'izchilab aytib, tushunyapman endi. Haqqimga duo qiling deydi. Men dedi, zo'r joylarim bor, qimizlar